Haramning ostiga besilgan marmar toshning siri. Haramga berib Ka'bani tavob qilishga muyassar bo'lgan har qanday odam tavob maydoniga besilgan marmar toshning qanchalik sovuq ekanligini, hatto tomuz oylarining eng issiq kunlaridami putni to'mdiradigan darajada ekanligini biladi. Ba'zi kishilar bu ajoyib ahvolni ko'rib, haramning ostida sug'utish texnikasi bo'lishi mumkin deb o'ylab qoldi. Ahvol hargiz undaq emas. Bu tosh ashundoq kun nurini qaytirish va qish-yoz sovuq turish xususiyatiga ega tosh bo'lib, faqatla Gretsiyaning kichik bir orolidagi ma'lum tog'dan chiqadi. Boshqa yerda topilmaydi. Öz vaqtida haram qurilishining texnika ishlariga mas'ul bo'lgan Misrlik injener Muhammad Kamal Ismoil haramdagi marmar toshning qissasini bayon qilgan bo'lib, buningdan bir qancha 10 yil ilgari Saudiya Arabiston hukumati uningga haram qurilishini kengaytirish va Ka'baning atrofidagi zaminni sug'utish haqida buyruq tushirdi. İnjener Muhammad Kamal İsmail bu haqda ko'p o'ylandi va izlanadi. Hatto haramning ostiga sug'utish sistemasi o'rnatishni planlab baqidi. Ammo u uzunga qolmay kun nurini qaytiradigan va hamisha sovuq turadigan bir xil marmar toshning borligini va u toshning faqatla Gretsiyada borligini biladi. Shuning bilan injener Muhammad Kamal İsmail Gretsiyaga bordi ve şu joyda mevcut bo'lgan marmar toshning yerimini setib olib ishini boshlaydi. Shuningdan beri haramning zemini qish, yoz, kecha kunduz hamisha sovuq turadigan bo'ladi. Aradan saq 15 yil o'tgandan keyin injener Muhammad Kamal Ismoilga yana Saudiya Arabiston hukumati tomonidan Masjidi Nabaviyning maydoniga Masjidi Haramninkidek marmar tosh o'rnatish haqida farmon tushirdi. Bu çağda injener Muhammad Kamal İsmail qattiq g'amga patidi. Chunki faqatla Gretsiyaning bir orildagi tog'dila tepiladigan bu alohida marmar toshning yerimini o'z vaqtida o'zi setib olgan edi. Endi uning yerimini kimlar olgandi? Uni endi nereden topqili bo'ladi? Bu haqda ko'p o'ylanadi. Ondan Gretsiyaga berish uchun yo'lga chiqdi. U mazkur marmar tosh tepilarmı yoki setilib bo'lganmidi degan endish ichida Gretsiyaga yetib bordi. Yetib berib udul o'zi burun marmar toshlarni setib olgan shirkatga kirdi. Ammo u toshning o'z vaqtida setilib bo'lganligini va uningdan qat'iy tepilmaydiganligini bilib qattiq g'amga patidi. Shirkatdagilardan izlab baqsanglarchi, ashu qolgan yerimini kim setib olganligini bilsam bo'ladi deb o'tinadi. Shirkatdagilar bu 15 yıl burunqi ish ekan, kimlarning setib olganligini bilmaymiz, ammo arxivlarni aldırmay aqtirib baqayli, lekin umid yo'q deb javob berdi. İnjener Muhammad Kamal İsmail yanına ümidsizlanmaydi. Shirkatdagi sekretar qizdan o'tinib, "Men bu shaharda ati kechgacha bor. Agar kimning setib olganligini topa olsangiz, menga telefon qilgan bo'lsangiz" deydi. Qiz sinakimigan holda beshini chayqab qo'ydi. İnjener Muhammad Kamal İsmail ertesi Saudiya Arabistan'a qaytish uchun aerodromga chiqay deb turganida heliqi qizdan telefon keldi va darhol shirkatga kelishini aytdi. İnjener Muhammad Kamal İsmail o'ylaydi. Setib olgan odamning kim ekanligini bilishimning nima foydasi bo'lsin? Belki onu işletip bolğandı deydi. Şu daqtımı ahirki bir ümit deb şirketke bardı. Şirketke berip qalğan mermer taşlarını Saudiya Arabistan'daki ma'lum bir şirketning buningdan 15 yıl burun setib olganligini bildi ve mazkur şirketning adresini elib Saudiya Arabistan'a uçtu. O Saudiya Arabistan'a çöp Uygumu barmasdan derhal mazkur şirketke bardı ve mermer taşlarını so'raydi. Şirketdagilar bu uzun bo'lgan ish ekan, balki ishlatib bo'lgan yoki setib etgan bo'lishimiz mumkin deydi. Ammo injener Muhammad Kamal İsmail ashu marmar toshlarni bir izlab beqishini talab qilib ching turib oldi. Oxirida shirkatning egisi odamlarini buyurib ambarlarni aqtirib chiqishga buyurdi. Natijada Gretsiyadan setib elib kelgan marmar toshlar o'z o'rnida bor ekan. Buni anglagan injener Muhammad Kamal İsmail qattiq hayajondan yig'lab ketdi. Hatto kichik boladak un selib yig'lab ketdi. Şirketning egasi bu ahvolni ko'rib hayron qoldi. "Qarindishim, nimaga yig'laysiz?" deb so'raydi.
injener Muhammed Kemal İsmail ahvolni boshdan oxir bayon qilib berdi ve yançuqidan chekning qog'ozini chiqarib, buningga qancha pul yozsangiz yozing, men mermer taşlarning hammasini sotib olaman deydi. Şirketning egisi bu gaplarni anglab, "Bo'ldi qarindishim. Allah bu taşlarni Mescid-i Nebevi uchun akeldirgan ekan ve shuning uchun bizni shuncha yil unutildiribdi. Sizdan bir tiyin pul almayman. Elib ketib ishlating" deydi. Şunun bilan Mescid-i Nebevi'nin meydaniga mazkur mermer taşlar besilib, Mescid-i Haramdek soğuk buludu. Subhanallah. Dünyada tasodifilik deydigan narsa yok. Her bir iş yaratquchi Allah Taala tarafidan planliq ve hikmetlik halda o'rinlashtiriladi. Allah Taala Gretsiya aralının tegidagi mazkur mermer taşlarını ikki haram uchunla yaratgan ekan. Çünkü bundaq taş dünyanın hech qandaq yerida yo'q ekan. Hamda Allah Taala mazkur taşni ikki haram uchun cheklik qilib yaratgan. Kemi yo'q, ziyodasi yo'q. Çünkü mazkur taqda buningdan ortig'i yo'q ekan. Allah Taala Qur'on Karimda inna kulla shay'in xalaqnahu biqadar. Biz haqiqatan hamma narsani o'lchamlik yaratdik deydi.